Har kun bir sahifa loyihasining ilk mehmoni Bahodir Rahmonov. Assalomu alaykum. Bizlar ko'proq asosan bizlar badiiy, publitsistik va ilmiy kitoblarni ko'proq o'qiymiz. Qayta o'qigan kitobim nomi bu Sa'diy Sheroziyning Guliston asari va Jaloliddin Rumiyning Ma'naviy masnaviy. Bugungi kundagi o'sha zamonaviy psixologiyaga oid, zamonaviy demak boshqaruv san'atiga oid shu bilan birgalikda endi zamonaviy bestseller deydi, shular bilan birgalikda albatta klassik adabiyotlarni ko'proq o'qish kerak. Yoshligimizda o'qigan Jack Londonning Martin Eden asari, doimiy o'qiydiganim bu albatta Alisher Navoiy, keyin shu bilan birgalikda Sa'diy Sheroziy. Kutubxona bu butun insoniyat tafakkuri mujassamlashgan makon deyish mumkin, chunki kutubxonaga kirdingizmi, butun insoniyat tafakkurini o'sha jamlanmasini ko'rasiz, ruhiyatni ko'rasiz.